Va nihoyat O'zbekistondamiz. Uning uyigacha oz masofa qoldi, shundaymi? Saymon ham O'zbekistonda. Ularni qayerdan topdim endi? Bu yerlar juda chiroyli ekan. Hoyam aka, nima qilyapsiz? Yaramaslar, meni tashlab ketganingiz uchun javob berasiz. Seni rostdan ham tinib ketishdimi? Meni kechir, seni yolg'iz qoldirmasligim kerak edi. Kulishni bas qil, yaxshi erta haqida gaplashaylik. Men ertaga Injidan qanday fikrda ekanligini so'rayman. Agar u istamasa-chi?